Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum azizlar, aziz muxlislar. Bugun juda meni quvontirishdi. Birinchidan ertaga tug'ilgan kunimni bir kun oldin tabriklashdi. Mana bir qaranglar, Andijonda baraka topishsin. O'zi Andijon, Namangan juda ishbilarmonlar yurti, ishlab chiqaruvchilar yurti. Durxan paypoqlarini ishlab chiqarishni boshlashibdi fevral oyidan boshlab. Mana shundan menga sovg'a qilib olib kelishibdi. Mana bunaqangi yozgi nimalari ham bor, makasimalar bilan kiyadigan. Mana paypoqlarni qaranglar, mana bu Durxan paypoqlari. Men juda ham bunaqa sovg'alarni o'zim xush ko'raman. Menga juda ham bu Durxan paypoqlarini yoqqani, birinchidan juda momiq, juda yumshoq. Turkiyani paypoqlarini ham o'zim shaxsan turetskiy paypoqlar olib kiyib yuraman doim. Lekin Turkiyani paypoqlaridan menga yoqqani 2 barobar arzon va 2 barobar sifatliligi. Hozirgi zamonaviy tilda aytganda ultra yumshoq paypoqlari. Bir marta yashaymiz. Shuning uchun yaxshiligini, ehsonni birinchi kimga o'zingga qil deyishadi. Odam o'zini ham o'ylash kerak. Shuning uchun azizlar, bir martalik hayotimizda o'zimizga ham chiroyli zeb beraylik, o'zimizga ham qaraylik. Shuning uchun e'tiboringizga havola qilaman, yana bir bora tavsiya qilaman. Durxon paypoqlari ultra yumshoq. Takrorlayman. Turetskiy paypoqlardan 2 barobar narxi arzon va 2 barobar sifatli. Ilohim ishlab chiqaruvchilarimizga ko'z tegmasin. Barchalarga tavsiya qilaman.